Mana shu makon bilan xo'rozimiz sotiladi. Makon ham qarib tuxumga tayyor bo'lib qoldi. Kimga ma'qul bo'lsa, to'g'ri kesib sotamiz. Xo'rozni ham, makonni ham sotamiz. Mana shu xo'rozchamiz. Aprelda 28 ga chiqqan. Ko'ringlar, yaqinga xo'roz bo'g'irlar. Ular endi qichqirishyapti. Makonimiz ham oyog'iga pixlik, ko'ringlar. Kimga kerak bo'lsa, yapon paroda makon. Vesi hozirga 3,5 kilo ziyod. Xo'rozni ham vesi 3,5 kilo atrofiga. 3,5 kilo 4 kilo atrofiga xo'rozdan. 4 kilo 805 kiloni xo'rozi bu. Endi qichqirdi.